Mana aziz obunachilarim, mana bu yerda siz xohlagan turingizdagi o'zingizning YouTube kanalingiz uchun rasm tayyorlashingiz mumkin. Mana men YouTube kanalimdan Player 2013 shuning uchun o'zimga moslab tanlaganman. Qarang ajoyibligini. Bu yerda maskalilari, bu yerda miltiqlilari, bu yerda hammasi bor. Bu yerda esa qo'rqinchililari. Ajoyib, to'g'rimi? Mana bu yerga esa editni bosib, bu yerga xohlagan narsangizni yozasiz. Masalan, name so'zini yozamiz. Va hamma narsa name so'zida chiqadi. Ko'rganingizdek, bu juda ham ajoyib narsa. Obuna bo'lib qo'ying va sizga bundan ham qiziqarli videolar olishga harakat qilamiz. Bundan ham ajoyib ilovalarni topamiz. Xayr aziz obunachilarim.